Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana sizlar bilan Provan jamoasi. Bugun sizlar bilan Aziz brendining mini kameralari, ya'ni kichik o'lchamdagi akkumulyatorli kameralar haqida gaplashamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bular hozirgi kunda ikki xil turda mavjud. Biri SIM kartada ishlovchi varianti va biri Wi-Fi orqali ishlovchi variantlari bor. Ikkovi ham yozilishi bir xil, CB2 va SIM kartadagi CB2 4G variantida bo'ladi. Ushbu kameralarimiz oq va qora ranglari mavjud hozirgi kunda aktual va eng ko'p tarqalgan variantlari. Kameralarimizni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bular akkumulyatorda ishlaydi, ancha kichik o'lchamda bo'ladi bu kameralarimiz. Va akkumulyatorining hajmi 5200 mAh. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Bitta to'liq zaryadida o'rtacha 1 sutkadan 1 haftagacha ishlash imkoniyatiga ega. Endi ishlash sharoitidan kelib chiqqan holda albatta. Agar faqat harakat detektor orqali odamni ko'rganda zapis qilib umniy rejimiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bemalol 1 hafta, 4 kun yoki 3 kungacha ishlash imkoniyatiga ega. Qo'yilgan joyiga qarab, misol uchun oddiy xonadon uchun qo'yilsa shunaqa natija bera oladi. Balki do'kon, magazin shularni ichiga qo'yib qo'ysangiz, erta sezilarli ravishda harakat juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun zaryadi uncha uzoqqa yetmasligi mumkin. Lekin shunda ham bemalol 1 sutka sizga ishlash natijasini beradi. Ikkala kameramiz ham deyarli ko'rinishi bir xil bo'ladi. SIM kartada ishlovchi variantimiz 3 megapikselda bo'ladi. Wi-Fi orqali ishlovchi variantimiz esa 2 megapikselda bo'ladi. Bu degani bu ham yomon emas. Full HD formatda oladi, bemalol odamni ko'rsangiz bo'ladi va Wi-Fi da ishlovchi kameramizni dachik движенияsi IK podsvetkasini olish masofasi 5 metrgacha. SIM kartada ishlovchi variantimizda esa 8 metrgacha masofani bemalol olish imkoniyatiga ega. Xo'p, endi ochib bitta unpacking qilib ko'ramiz. Ichida nimalar bor, qanaqa ko'rinishda, shularni bir qator ko'rsatib o'taman. Hozir bitta qo'lda olish biroz noqulay bo'lyapti. Ahamiyat bermaysizlar degan umiddaman. O'sha ichidan har doimgidek hech kim o'qimaydigan, hech kimga qiziq bo'lmagan mana shunday qo'llanmasi chiqadi va kameramizni o'zini ko'rinishi juda ham ixcham, mini ko'rinishda. Endi akkumulyator borligini hisobiga biroz ko'rgan mini kameralardan kattaroq bo'lishi mumkin. Lekin buni ham bemalol o'zi yashirib qo'yishni tavsiya qilmayman hech kim uchun. Yashirib o'rnatib qo'ysa ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, korpusi metal emas, конечно, bu plastmassaviy. Ovoz ochish imkoniyatiga ega ikkala kameramiz ham va dinamiklari ham joylashgan bu kameramizda ko'rishingiz mumkin. Va eng qiziq tomoni Type-C orqali zaryad oladi, chip o'qiydi, 512 gigabaytgacha podдержка qiladi. Endi tavsiya qilamiz, o'rtacha 64 yoki 128 talik original xotirani qo'ysangiz ham o'rtacha 1 haftadan 15 kungacha yozish imkoniyatini beradi. Va tunda ham juda ham ajoyib tasvirga oladi bu kameramiz. Va yana komplektidan o'zini bunday podstavkasi chiqadi. Bu metalga yopishadi. Mabodo o'rnatadigan joyingizda yoki uyingizda metal bo'lmaydigan bo'lsa, buni ichidan o'zini kronштейni chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunday temir kronштейni. Buni o'zingizga kerakli joyiga qatirib qo'yasiz va mana bu yopishadi bunga. Kamerani ustiga bemalol qo'yib, o'zingizga kerakli joyiga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham zo'r qilib, aqlli qilib ishlangan. Keyin yana bir qiziq tomoni, Type-C dan zaryad oladi dedik. Bunda ham iPhone'larga o'xshab, Apple kompaniyasiga o'xshab adapterini qo'ymagan. Uyingizda birorta bo'sh yotgan telefon zaryadchigiga ulab, zaryadlab tursangiz bo'ladi. Mana qisqacha obzori shulardan iborat bu kameramizni. Kimga zarur bo'lsa bu kameralarimizdan bemalol past raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Respublika bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Kimga shunaqa sifatli kameralar kerak bo'lsa, albatta Provanga aloqaga chiqaverasizlar.
bizda xudo xolasa assortimentlarimiz juda ham ko'p. Va buni yana qanday ko'rsatishi, qorong'ida qanday suratga oladi, tunda va yorug'da qanaqa ko'rsatadi, bularni ham test qilib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting, kanalga obuna bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.